Beruniliklar uchun yana bir zo'r yangilik. Berunida yangi Cherry avtosaloni o'z ish faoliyatini boshladi. Arqamda ko'rib turganingizdek, bu yerda assortimentga gap so'z bo'lishi mumkin emas, assortiment dim keng. Lekin bugungi videomizda biz sizlar bilan birgalikda men ko'rgan mashinalarning ichida eng ekonomik birisi bo'lgan Taychoq Cherry Tiggo 2 Pro haqida gaplashamiz. Mashin shu darajada ekonomikni ishani xo'jalikda yurgan og'alarimiz uchun bo'ladi. 100 kilometrga atiga 4 litrgina benzin so'raydi sizdan. Xullas, to'ngib ketdik qolganini ichkarida gaplashik. Salonning ichidagi komfortlarga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda podogrev sideniya. Ya'ni o'tirgan yeringizda sideniyaning o'zi qizadag'i o'tirasiz, hozirgi salqin kunda jonning hayzi degani bu. Podogrev sideniya hozir ko'p mashinada bor, u bor. Bir no'sa hayron qoldiratan narsa desangiz, hayron qoldiratan narsalar bir chetdan sanab ko'rsaman. Kemisini bu mashinaning roli ham qizadi desam, bunga ne deysiz? Yana rollari multirol bo'ladi. Undan tashqari, mashinaning salonining ichidagi eng komfort joylaridan yana birisi, mashinada klimat kontrol yo'lga qo'yilgan. Oddiy etib klimat kontrolni tushuntirib beraman. Hozirgi qishki sezonda siz mashinaning ichini isitajaksiz, lekin pechkani qo'shib qo'ysak nima bo'ladi? Mashin birdan qizib ketadi. So'ng aynani ochishimiz kerak. Pechkani o'chirsak, mashin parlanib ketadi. Yoqib qo'ysak, pishib ketamiz. O'rtaliqda ushashning iloji yo'q. Klimat kontrol qisqa aytib aytganda sizga o'rtaliqda ushab beradi. Ya'ni siz o'rtacha 20 gradusda mashinaning ichi bo'lib tursin, shunda dimam qizib ketmayman, dimam to'ngib ham ketmayman desangiz, klimat kontrol 20 gradusdan tushib ketsa, o'zi isitib turadi. 20 gradusdan ko'tarilib ketsa, o'zi sovutib turadi. Qisqa aytib aytgandaga hayotingizni ongsatlashtiruvga yana bir sabab. Xullas, mashinaning turi haqida ma'lumot berdik. Endi ozgina yuruvi haqida ma'lumot beramiz. Motorni bir ko'rsatib beramiz. Bismillah. Ko'rishingiz mumkin, motori ana shunday ko'rinishda bo'ladi va bu mashinamiz birlik motor bo'ladi. Birlik motor bo'lishina qaramasdan, "Yo'q, men aslan yuribman, yuragimda o'tim bor, qattiq yuratgani kerak menga" desangiz, o'zingizda turbosi ham bo'ladi. Xalasangiz turboni qo'shib, gazini berib ketaverasiz. Yana aytib o'tganimdek, 100 kilometrga 4 litrgina benzin. Undan tashqari, xalasangiz propan, xalasangiz metan qo'ysangiz bo'laveradi. Endi eng muhim joyina yetib keldik, ya'ni buning bahasi necha so'm? Avtosalondagi chakramizning o'zidan so'raymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bitatani necha so'm buning ayting? Agar naqd pul bo'ladigan bo'lsa 189 million 900. Muddati to'lovga bormi? Bor. Barterni. Barter ham bor. Qanday mashinalarga? Cobalt deymi, Spark deymi, Gentra deymi, любой mashina. Cobalt Cherry yetib ketaveraman. Agar Cherry'ning ko'na modellari bo'lsa-da, ketaveradi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Avtosalonning manzili oddiy tushuntirib beramiz. Buyog'imiz Murugaydan kelaverish. Buyog'imiz 17 kollejga chiqib ketatan, bunda aylanma asfalt yo'laymiz bilan. Shurda o'tib o'tib qarasangiz, Cherry yozuvini ko'zingiz tushadi. Pastda telefon nomeri qoldiramiz. Nomerlarga bog'lanib turib, to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Eng zo'r variant, salonga kelasiz, shu yerning o'zida ko'zingiz bilan ko'rib, ichida minib ko'rib, hammasi bilan tanishishingiz mumkin. Podpiska bosib qo'yishingizdan chiqmasin.